Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan panicheskaya ataka. Aynan rus tilidagi ibora orqali ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan vahima hujumi yoki vahima xuruji mavzusi haqida gaplashamiz. Aynan mana shu mavzu bilan bog'liq eng dolzarb, eng muhim va aktual 5 ta savolga oydinlik kiritaman. O'ylayman, bugungi videomizdan keyin vahima hujumi borasida ilm va fan tasdiqlagan barcha bilishlaring kerak bo'lgan bilim va tavsiyalarga ega bo'lasiz. Barcha o'ta muhim savollaringizga javob olasiz va bu orqali o'zingizni aynan mana shu vahima hujumi bilan bog'liq muammongizni bartaraf etish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Aziz do'stlar, avvalambor savol juda ham to'g'ri berilganligini ta'kidlab o'tmoqchiman. Savolga e'tibor qaratgan bo'lsanglar, vahima hujumi bu qanday holat deb so'ralyapti. Ya'ni panicheskaya ataka, vahima hujumi bu qanday holat, qanday kasallik emas. Va ko'pchilik insonlarda noto'g'ri tushuncha borda, vahima hujumini kasallik sifatida baholashadi. Aslini olganda ilm va fan nuqtai nazaridan vahima hujumi bu holat hisoblanadi. Ya'ni situatsionni qisqa vaqt davom etadigan holat. Bu pristup emas, bu kasallik emas, bu holat. Panicheskaya расстройство degan ibora bor. Vahima buzilishi degan ibora bor. Aynan mana shu vahima buzilishi esa kasallik sifatida baholanadi. Panicheskaya atakani holat sifatida baholanishi, ya'ni tushunilishi, bu texnogenniy panika bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Aziz do'stlar, o'zi umuman vahima hujumiga sabab bo'ladigan ikkita katta yo'nalish bor. Diqqat qilinglar. Texnogenniy panika bor, psixogenniy panika bor. Panika so'zi bu vahima so'zi. Vahima. Yoshligimizdan biz shu gaplarni eshitganmiz-ku, uyda biror narsa bo'lsa vahima qilma, nimaga vahima qilasan degan gaplarni eshitganmiz-ku. Aynan mana shu vahima bilan bog'liq holat hisoblanadi. Biz yoshligimizda nimalargadir vahima qilganmiz, biz oila a'zolarimiz nimadandir vahima qilishgan va biz buni kasallik sifatida baholamaganmiz-ku. Vahima qilma, nimaga vahima qilasan deganmiz bo'ldi. Texnogenniy panika deganda biz nimani tushunishimiz mumkin? Bu biz yaratadigan emas, tashqi omillar bilan bog'liq bo'ladigan panika. Zilzila bo'lishi mumkin, pojar bo'lishi mumkin. Sizni kattaroq it sizga tashlanishi mumkin, sizni quvishi mumkin. Sizni kimdir to'xta, hozir seni uraman deb armatura bilan ketingizdan quvishi mumkin. Tushundinglar-a? Ya'ni tashqi sizga xavf-xatar yetkazishi mumkin bo'lgan vaziyatlar bilan bog'liq. Va bu vaziyatlar real. Siz ko'ryapsiz, haqiqatda ro'y beryapti. Va bu vaziyatlar sizga qandaydir xavf yetkazishi mumkin, ehtimoli baland. Mana yaqinda yurtimizda zilzila bo'ldi. Agar e'tibor qaratgan bo'lsanglar, men misol sezmadim. Aynan Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlarida yaxshigina sezildi. Biz ko'p qavatli uyda yashamaymiz. Biz hovli joyda yashaymiz va men ertalab tursam, oila a'zolarim kechqurun kechasi 2:30dami nechida yer qimirlaganini haqida aytishdi. Men sezmaganman. Lekin ertasi kuni bir o'rtoqlarimiz bilan yig'ilishimiz bor edi. Ertasi kuni o'sha ko'p qavatli uylarda yashaydigan o'rtoqlarimiz hammasi vahima qilib, o'sha yashayotgan domlaridan kechasi hamma qo'shnilar ko'chaga yugurib chiqqanligi, ko'cha hovlisiga yugurib chiqqanligi, ayollar nachnushkada, erkaklar maykada, ayollar erkaklarning tapchikasida, erkaklar ayollarning tapchikasida, bolalar uxlab yotgan joyida shunday ko'tarib olib chiqilgan. Ya'ni bu ham vahima holati. Nimaga hamma insonlar zilzila vaqtida ko'chaga yugurishadi agar bu zilzila haqiqatda sezilarli bo'ladigan bo'lsa? Chunki bu to'g'ridan to'g'ri sizga xavf, xatar yetkazishi mumkin va siz hayotingizni, oila a'zolaringizni, birinchi navbatda o'zingizni hayotini saqlab qolish maqsadida ko'chaga yugurasiz. Bu ham panika. Hali zilzila vaqtida ko'chaga yugurayotgan vaqtlaringda albatta lift ishlamaydi ham yoki lift band bo'ladi. Lift kutib o'tirmaydi hech qaysi inson. Lesnichniy plashatkadan qarab pastga qarab yugurasiz. Ko'rganmisiz insonlarni lesnichniy plashatkada o'zini qanday tutishini? Yuzing, ko'zing demaydi, yosh bola qarini o'tkazaylik demaydi. Inson состояние paniki ko'chaga talpinadi. Kerak bo'lsa sizni bosib ham o'tib ketadi. Mana bu panika hisoblanadi. Ya'ni inson o'z hayotini saqlab qolishga harakat qiladi. Men u insonlarni qandaydir baholamoqchi emasman, yomon demoqchi emasman. Bu tabiiy proses. Endi tasavvur qiling, siz ishxonada o'tiribsiz va siz o'tirgan отделениеda pojar boshlandi. Nima qilasiz?
Sizda srazu miya bu narsani xavf xatar sifatida baholaydi. Adrenalin gormoni ishlab chiqariladi va adrenalin gormonida siz o'z hayotingizni saqlab qolishga harakat qilasiz. Yurak tez uradi. Hali siz resursda bo'lasiz va sizni asosiy maqsadingiz instinkt samosохранения deydi, o'z hayotingizni saqlab qolish. Ya'ni xavf-xatar yo'q joyga chiqib olish. Bo'ldi. Bundan boshqasini siz ko'rmaysiz. Siz juda ham hayotni va umuman prostranstvani tor doirada qarashni boshlaysiz va sizning maqsadingiz o'ta aniq va tor maqsad bo'ladi. Xuddi shunday tasavvur qilinglar, sizga katta it yuguryapti. Siz bir mehmonga bordingiz, endi misol deylik, qishloq joyga mehmonga bordingiz. Hojatga borgingiz kelib qoldi, uy egasidan hojatxona qayerda edi deb so'radingiz. Sizga mana shu devor tagi bilan 300 metr ketaverasiz, to'g'riga qarab sizga yo'nalish berishdi. Siz ketyapsiz. Va hojatxonaga yetib bormasdan sizga katta it yugurib kelyapti. Katta it. Sizda kuchli panika holati bo'ladi va bu panika holatida siz o'zingizni 3 xil tutishingiz mumkin. Umuman panika holatida inson o'zini 3 xil tutadi-da. Buni rus tilida aytaman, aziz do'stlar, bey, begi, zamri. Aynan mana shunday 3 xil turdagi reaksiya bo'ladi insonda vahima holatida. Bey bu ya'ni o'sha senga yugurib kelayotgan itga hujum qil, birinchi bo'lib, ur uni, ya'ni saqlanib qolish uchun. Bu hammasi o'z hayotingizni, ya'ni xavf-xatardan saqlanish uchun inson birinchi bo'lib itga zarba berishi mumkin. Bey reaksiyasi, begi qoch reaksiyasi bu eng ko'p tarqalgan inson orasidagi reaksiya. Biz qochib qolamiz. Va sizga it yugurib kelayotganda siz juda tez vaziyatni baholaysiz. O'zingizni kuchingizga ham juda tez baho berasiz. Yoningizdagi devordan siz devor tepasiga chiqa olasizmi yoki yo'qmi? Undan xallab o'ta olasizmi yoki yo'qmi? Yoki yoningizdagi eng yaqin bir daraxtga chiqib ketasizmi? Ya'ni qandaydir yo'l bilan siz qochib qolishga urinasiz. Bu eng ko'p kuzatiladigan reaksiya. Zamri bu qotib qolish va yig'lab yuborish, ya'ni hali hazilomuz tarzda bechora reaksiyasi. Bechora reaksiyasi, ya'ni o'lja reaksiyasi. Bu uchalasi ham bizga xos bo'lgan reaksiya. Ya'ni vahima holatida biz o'zimizni 3 xil tutamiz. Eng ko'p biz qochib qolishga harakat qilamiz. Tushundinglar, ha? Texnogenniy panika deganda biz tashqi omillar bilan bog'liq bo'ladigan panikani tushunamiz. Tashqi omillar haqiqatda sizga xavf-xatar yetkazishi mumkin bo'lgan omillar. Endi texnogenniy panika insonda bo'lishi uchun inson qandaydir kasal bo'lishi kerakmi? Ya'ni menga it yugurib kelganligi va itdan men qo'rqqanligim, qochib ketganligim yoki o'sha o'lja pozitsiyasida bo'lib qolganligim bu meni qandaydir zaif va kasalligim ya'ni belgilaydimi? Yo'q, albatta. Bu hammamizda bo'lgan va bo'lishi mumkin bo'lgan va bo'ladigan ham reaksiya. Tushundinglar-a? Bu texnogenniy panika. Psixogenniy panika mana bu o'sha asab va ruhiy buzilish bilan bog'liq panika hisoblanadi. Men sizlarga tushuntirib beraman. Psixogenniy panikada mana bizga murojaat qilishadi-ku, doktor, men vahimadan aziyat chekyapman, vahima kasali bormanda, vahima xuruji tutib qoladi deb. Shularga bitta savol beraman. Birinchi bo'lib beradigan savolim, sizda mana shu vahima bo'layotgan vaqtda tashqi birorta sizga xavf, xatar yetkazadigan birorta omil, vaziyat bor edimi yoki yo'q edimi? Yo'q edi deyshadi. Yo'q, bunday hech narsa bo'lgani yo'q, tashqi bunday hech kim sizni kimdir armatura bilan urmoqchi bo'ldimi, sizga katta bir it yugurdimi, yer qimirladimi, nima bo'ldi? Yo'q, hech narsa bo'lmadi. Tushundinglar-a? Psixogenniy panikani biz yaratamiz. Biz o'zimiz. Qanday qilib yaratamiz? Avvaliga insonda asab va ruhiy buzilish bo'ladi. Ya'ni panicheskaya ataka bu alohida kasallik emas. Xuddi shunday panicheskaya расстройство ham bu alohida kasallik emas. Tushundinglar-a? Mana bunday insonda panicheskaya расстройство, vahima buzilishi kasali bor, bo'ldi. Boshqa, ya'ni insonning muammosi yo'q degan tushuncha mavjud emas tibbiyotda va psixiatriyada. Insonda vahima buzilishi bor, to'g'ri, biz avvaliga vahima buzilishi bilan alohida ishlashimiz kerak, lekin vahima buzilishini ortida esa asab va ruhiy buzilish bor. U nevroz bo'lishi mumkin
u bugungi kunda ya'ni nevroz bu eski ibora, xavotir va tashvishli buzilish bo'lishi mumkin. U surunkali stress natijasida insonda kuzatilayotgan o'sha psixoastenicheskiy buzilish bo'lishi mumkin. Psixoastenicheskiy degani bu markaziy asab tizimini toliqib qolganligi, charchaganligi, insonda surunkali ichki ziddiyat, ichki stress bo'lishi mumkin va bu o'zi ya'ni stress bu kasallik emas o'z-o'zidan. Distress, davomiy, uzoq muddatdan beri davom etib kelayotgan stress bu kasallik hisoblanadi va insonda uzoq muddatli stress bo'lishi mumkin, aynan distress. Tushunyapmiz? Ya'ni har doim vahima buzilishini ortida sizda qandaydir bir asab va ruhiy buzilish yotadi. Bu 100%. Endi asab va ruhiy buzilishlar insonda birinchi navbatda negativ emotsional fon orqali namoyon bo'ladi. Nima degani negativ emotsional fon? Bunda insonda me'yoridan ortiq, diqqat qilib turinglar, me'yoridan ortiq yuqori darajada xavotir, g'azab, nafrat, asabiylik, qo'rquv, aybdorlik hissi, aynan mana shu his-tuyg'ular insonda yuqori darajada bo'ladi. Asab va ruhiy buzilishni asosiy namoyon bo'lishi bu aynan mana shunday yuqori psixoemotsional fon orqali namoyon bo'ladi. Bu birinchisi. Va ikkinchisi, insonni tanasida, ya'ni markaziy asab tizimini bir qismi bo'lmish vegetativ asab tizimimizni, ya'ni regulyatsiyasini ishdan chiqishi natijasida insonni aynan mana shu asab va ruhiy buzilishi natijasida tanasida kuzatiladigan bir guruh simptom hamda sindromlar kuzatilishi mumkin. Eng keng tarqalganlarini aytib o'taman. Aslini olganda soch tolasidan tortib oyoq tirnog'ining uchigacha bo'lishi mumkin bu simptomlar. Va tomoqqa narsa tiqilgandek bo'lishi mumkin, nafas yetmagandek bo'lishi mumkin, bosh og'riq, qon bosimining ko'tarilishi, yurak tez urgandek bo'lishi mumkin. Bu birinchi mana shunday bo'ladigan reaksiyalar. Va inson aynan mana shunday surunkali asab va ruhiy buzilish holatida yuriydi. Uni asab tizimi charchagan bo'ladi. Asab tizimini bir qismi bo'lmish vegetativ asab tizimining regulyatsiyasi, ya'ni uni simpaticheskiy hamda parasimpaticheskiy otdeli ishdan chiqqan bo'ladi. Ya'ni simpaticheskiy otdel faollashgan bo'ladi. Simpaticheskiy otdel esa bu stressga javobgar bo'ladigan, stress vaqtida bizni organizmimizni bo'ladigan reaksiyalarga javobgar bo'ladigan sistema hisoblanadi. Va aynan mana shunday simpaticheskiy otdel faollashishi natijasida insonni yuragi tez urishi mumkin, qon bosimi ko'tarilishi mumkin kunlardan bir kuni. Ya'ni bu yaqqolroq namoyon bo'ladi. Aslini olganda asab va ruhiy buzilish holatida unda bo'ladi. Ya'ni yuragi ham tez uradi, qon bosimi ham baland bo'ladi, faqat u yaqqol namoyon bo'lmaydi. Ya'ni o'zini pik darajasiga chiqmaydi. Va borib asab tizimi charchab, ya'ni insonda aynan mana shu bo'ladigan, ya'ni simpaticheskiy reaksiya yaqqol namoyon bo'lishni boshlaydi. Va aynan mana shu yaqqol namoyon bo'ladigan birinchi holatini inson ya'ni to'g'ri baholay olmaydi. Bu nima bo'layotganini o'ziga tushuntirib bera olmaydi va bu yaqinlashib kelayotgan o'lim yoki xuruj, yurak xuruji ko'pchilik holatlarda 100% dan 99% holatda inson buni yurak xuruji sifatida baholaydi. Yoki bu aqldan ozish. Ya'ni o'ziga nima bo'layotganligi, ichida qanaqa bosim, nima bilan bog'liq bo'layotganligini tushuna olmaydi va inson buni ya'ni mana shunday xavf-xatar sifatida baholaydi. O'lim, xuruj va aqldan ozish. To'rtinchisi sharmanda bo'lish. Bunaqa desak ham bo'ladi. Ya'ni o'zi umuman siz hozir misol deylik, ma'lum bir joyda o'lib qoladigan bo'lsangiz yoki sizda xuruj bo'ladigan bo'lsa va ayniqsa aqldan ozib qoladigan bo'lsangiz, bu sizni shaxs sifatida sharmanda qiladi. Insonlar bunga nima baho beradi? Biz ko'proq shundan qo'rqamiz. Va mana shu holatni birinchi marta bo'ladigan biz panicheskaya ataka deb ataymiz. Keyin inson bu holatda, albatta yuqorida aytib o'tganimdek, begi ili zamri reaksiyasiga asoslangan holatda u o'z hayotini saqlab qolishga harakat qiladi, yordam so'raydi, tez yordam chaqiringlar, mazam bo'lmayapti, o'lib qolayapman deb pati yulingan tovuqqa o'xshab yordam yoqqa yuguradi. Va aslini olganda unga hech narsa bo'layotgani yo'q, u o'lib qoladigan yoki u aqldan ozadigan yoki unda xuruj bo'ladigan narsa ro'y bergani yo'q, lekin u shu vaziyatni shunday baholaydi. Va tez yordam keladimi yoki yaqinlari kelib yordam beradimi, suv ichirishadi, dori berishadi, xullas qandaydir tinchlantirishga harakat qilishadi yoki tez yordamga olib borishadi va hokazo va hokazo. Inson mana shu bo'lib o'tgan holat bu haqiqatda o'lim holati edi. Ya'ni o'limga bir qadam qolgan holat edi
lekin man ya'ni tez yordam chaqirganligim, menga yordam ko'rsatishganligi yoki man baxtli va omadim kulib boqqanligi uchun men shu o'limdan qutulib qoldim deb o'ylaydi. Va ertasi kundan boshlab shu holat ertasi kuni qaytalanib qolishidan juda ham qo'rqib yashaydi. Chunki qaytalanib qolsa, bu safar omadim kulib boqmaydi. Bu safar men tez yordam chaqirishga ulgura olmay qolaman, bu safar aniq o'lib qolaman deb o'ylaydi. Va mana shunday qilib insonda keyin vahima buzilishi holati shakllanadi. Bu savolga men qisman javob berib ketdim. Aynan birinchi savolga javob berganimda e'tiborli tinglovchilar bu savolga ham javob olishgan bo'lish kerak. Mayli, javob beraman. Aslini olganda mana shu vahima xurujlari, panicheskaya atakalar yo'q joydan paydo bo'lmaydi. Bizga juda ko'p murojaatlar bo'ladi-da, yoki qabulimga kelganlar, doktor, o'zidan o'zi bo'lib qoldi deydi menda panicheskaya ataka. Hammasi yaxshi edi, zo'r edi. O'zidan o'zi qo'rquv kelib qoldi, vahima kelib qoldi deyshadi. Aslini olganda unday emas va biz buni tushunishimiz kerak, buni mas'uliyatini o'z zimmamizga olishimiz kerak. Biz buni anglashni xohlamas ekanmiz. Buni biz yaratayotganligimizni mas'uliyatini o'z zimmamizga olmas ekanmiz. Biz bu vahima hujumidan hech qachon qutula olmaymiz. O'zidan o'zi men bechoraman, doktor. Qarang menga. Men bechoraman. Men kasalman. Menga vahima kelib qolyapti qayerdandir. Men aybdor emasman deydigan bo'lsangiz, siz bundan balki bir umr aziyat chekishingiz ham mumkin bo'ladi. Endi nima uchun unday tuyuladi? Nima uchun yo'q joydan kelib qolgandek bo'ladi? Men tushuntirib beraman. Texnogenniy panika dedim-ku, tashqi qanaqadir xavf-xatar bilan bog'liq bo'ladigan panikani biz to'g'ri baholay olamiz. Ya'ni u tashqi vaziyatlar bilan bog'liq bo'lganligini tushunamiz va o'zimizdagi panicheskaya reaksiyadan qo'rqmaymiz. Ko'rganmisizlar, yer qimirlayotgan vaqtda ko'chaga yugurib chiqqan inson, nimaga men ko'chaga yugurib chiqdim? Va mana shu ko'chaga yugurib chiqqan reaksiyasidan keyin qo'rqib, keyin shu holat qaytalanishi mumkinligidan qo'rqib yashagan inson bo'lishi mumkin. Zilzila qaytalanishi mumkinligidan qo'rqib yashaydigan inson bo'lishi mumkin. Bu ham nevrotik xarakterga ega. Lekin ko'chaga yugurib chiqish panicheskaya reaksiyasidan qo'rqib yashaydigan inson bo'lmaydi. Va buni to'g'ri baholaydi. Xuddi shunday biz yo'q joydan paydo bo'lib qoldi deymiz-ku. Biz tashqi omillarga e'tibor qaratamiz. Yo'q joydan degani tashqi hech qanday sabab yo'q edi deymiz. Yo'q joydan paydo bo'lib qoldi deymiz. Aslini olganda yo'q joydan paydo bo'lib qolmaydi. Biz paydo qilamiz uni. Biz psixogenniy panicheskaya ataka sifatida biz tanamizdagi bo'ladigan qanaqadir bir ощущение, hisni xavf-xatarli baholaymiz. Qanaqadir joyni xavf-xatarli baholaymiz. Qanaqadir miyamizdan fikr o'tkazamizda, shu fikr amalga oshishi mumkinligiga ishonamiz. Misol deylik, mana tasavvur qiling, siz qayergadir ketyapsiz va hozir shu yerda o'lib qolsam-chi deb o'yladingiz, xayolingizdan shu fikrni o'tkazdingiz. Shu fikrga qattiq ishonasiz va shu fikrni amalga oshmasligi uchun o'zi sizda avtomatik o'z hayotingizni saqlab qolish reaksiyasi kuzatiladi. To'g'rimi? Yoki aqldan ozib qolsam-chi, kimgadir zarar keltirib qo'ysam-chi, o'zimni tepadan tashlab yuborsam-chi va hokazo va hokazo. Bitta fikr aylandi sizda. Va siz aynan mana shu ichki fikrga haddan tashqari me'yoridan ortiq baho berasiz, shunga ishonasiz va buni natijasida bizning miyamiz baholay olmaydi. Xavf-xatar bizni ichimizdan biz yaratayapmizmi? Aslini olganda xavf-xatar yo'q. Prosta biz tasavvurimiz orqali yaratayapmizmi? Yoki tashqi bir qanaqadir bizga xavf-xatar yetkazadigan vaziyat bo'layaptimi? Bu narsani bizning miyamiz farqlay olmaydi. Reaksiya bir xil bo'ladi. Men hozir sizlarga isbotlab beraman. Nima uchun biz hali ovqat yo'q yonimizda? Mana men yonimda hozir hech qanaqa taom yo'q. Lekin men o'zimni yaxshi ko'rgan taomimni hozir bunday bir tasavvur qilsam, menda og'zimda so'lak ajralishni boshlaydi. Va menda kuchli xohish, o'sha ovqatni yeyishga bo'lgan kuchli xohish paydo bo'ladi. Vaholanki ovqat yo'q. Yoki biz qanaqadir seksual obrazlarni tasavvur qilamiz. Qanaqadir insonlarni tasavvur qilamiz. Ko'pchilik holatlarda bu insonlar bizni qo'shnilarimiz bo'lishi mumkin yoki show biznes yoki blogerlar bo'lishi mumkin. Endi hammaning fantaziyasi har xil.
Biz shu insonlarni tasavvur qilgan vaqtda bizda jinsiy xohish paydo bo'ladi va bir qator fiziologik bizda o'zgarishlar kuzatiladi. Aslini olganda u inson bizni yonimizda emas. Biz tasavvurimiz orqali o'zimizda ma'lum bir reaksiyani keltirib chiqara oldik. Xuddi shunday, agar biz o'lim, aqldan ozish yoki sharmanda bo'lishni tasavvur qilsak va bunga ishonsak, bizni miyamiz tushunmaydi. Haqiqatda bizni o'ldiradigan yoki aqldan ozdiradigan, sharmanda qiladigan vaziyat bo'layaptimi? Haqiqatda shunaqa xavf-xatar bormi yoki bu bizni tasavvurimizda bo'layaptimi? U buni ajrata olmaydi. Bizni miyani bunday teshib chiqib, bunday qarab, qani haqiqatda bo'layaptimi yo bu galvars o'ziga o'zi tasavvur qilyaptimi degan bahoni bera olmaydi. Tushundinglar, bahoni biz beramiz. Va agar siz ichki mana shunday bo'ladigan kechinmalaringizga ishonadigan baho beradigan bo'lsangiz, haqiqatda shu narsa hozir bo'lib qolishi mumkinligiga ishonsangiz, sizda panika reaksiyasi bo'ladi. Shuning uchun bu yo'q joydan bo'lib qolmaydi. Bu har doim biz yaratadigan proses. Yoki birinchi o'rinda o'zimizni tanamizdagi bo'ladigan ma'lum bir hislarni xavfli, o'lim, xuruj, hozir meni mazam qochib qoladi degan baholashimiz natijasida paydo bo'ladi. Ikkinchisi esa bu aqldan ozib qolaman, kimgadir zarar keltirib qo'yaman, o'zimga zarar keltirib qo'yaman yoki bir nojo'ya xatti-harakat qilib qo'yaman degan fikr natijasida biz bu fikrga ishonamiz. 100% ishonamiz va bizda ana shunday panika reaksiyasi bo'ladi. Albatta 8 yillik faoliyatim davomida eng ko'p berilgan savollardan biri. Panicheskaya ataka, vahima hujumi vaqtida inson vafot etishi mumkinmi? Aziz do'stlar, endi men o'z faoliyatimni ilmu fanga asoslangan holatda olib boraman. Meni faqat xavotir va tashvishli buzilishlardan aziyat chekayotgan insonlar kuzatmaydi. Meni albatta nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda o'zbek tilini biladigan, tushunadigan, ya'ni hamkasblarim ham kuzatib boradi. Vrachlarni ya'ni ichida nevrologi ham bor, kardiologi ham bor, terapevti ham bor, gastroenterologi ham bor va hokazo va hokazo. Aynan hozir mana yopiq kanalimiz ichida men bilganlarim 10 ga yaqin vrachlarni bilaman. 10 ga yaqin vrachlar meni kuzatib boradi. Shu bilan birgalikda psixologlar, psixoterapevtlar, psixiatrlar ham meni faoliyatimni kuzatib boradi. Shu uchun meni maqsadim hozir bu yoqda xavotirga ega bo'lgan insonlarni bir tinchlantiradigan, ko'ngilni ko'tarib qo'yadigan gap gapirish emas, haqiqatni aytish. Haqiqat aslini olganda siz o'ylashingiz mumkin bo'lgandek qo'rqinchli yoki sizni kayfiyatingizni tushiradigan haqiqat emas. Agar ozroq tafakkur qiladigan bo'lsangiz, tafakkur qilmasdan birdan qaysidir bitta gapga tor doirada yopishib oladigan bo'lsangiz, bu albatta sizda xavotirni, qo'rquvni kuchaytirishi mumkin va kayfiyatingizga ta'sir qilishi mumkin. Shu uchun agar kimdir tayyor bo'lsa bunga, albatta mana shu 3-savolga beradigan javobimni eshitinglar. Bo'lmasa o'tkazib yuboringlar 4-savolgacha. Panicheskaya atakadan vafot etish mumkin. Qanday holatlarda? Tasavvur qiling, sizning yoshingiz katta. Yoshingiz 70 dan oshgan va 70 dan oshgan natijasida sizning ichki a'zolaringiz, misol deylik, yurak, birinchi o'rinda qon tomirlar ancha sustlashib qolgan. Zaiflashib qolgan deylik, zaiflashib qolgan. Endi yosh o'tgan natijasida возрастной изменениyalar bo'ladi, gormonal o'zgarishlar bo'ladi va hokazo va hokazo. Buning natijasida defitsitlar kuchayib ketadi. Nima uchun biz yosh holatimizda energichniy bo'lamiz, hamma narsa zo'r bo'ladi? Chunki bizda gormonlar hammasi joyida bo'ladi. Bizda ya'ni defitsitlar kam bo'ladi. Vitaminlar defitsit hammasi ya'ni normada bo'ladi. Normaga yaqinroq bo'ladi. Yosh o'tgan sayin defitsit kattarib boraveradi. Tafovut kattarib boraveradi va buning natijasida albatta defitsitlar albatta bizning ichki a'zolarimizga ham ta'sir qiladi. Tushundinglar meni? Ya'ni insonni yuragi, ichki a'zolari deylik, qon tomirlari zaiflashishi natijasida
Bu birinchisi. Yoki ikkinchisi, misol deylik, siz 50-60 yoshda bo'lishingiz mumkin, lekin sizda diagnostirovanный qanaqadir kasallik bor. Yurak yetishmovchiligi yoki misol deylik gipertoniya kasalligi yoki sizda o'sha ateroskleroz bo'lishi mumkin, qandli diabet bo'lishi mumkin va hokazo va hokazo. Misol deylik-da, sizda diagnostirovanный уже surunkali aniqlangan va ko'p yildan beri davom etib kelayotgan kasallik bor. Va bunday holatlarda nafaqat panicheskaya ataka, o'zi umuman любой emotsiya sizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hattoki xursand bo'lish ham. Mani bir tanishim bo'lardi, Alloh rahmat qilsin, 4-5 yil bo'ldi menimcha vafot etganlariga. Juda ham boy badavlat inson edilar, moliyaviy tomonlama. Va u kishini bolalari xursand qilish uchun u kishida, ya'ni diagnostirovanный yurak qon tomir kasalligi bor edi. Hindistonlarga borib stentlar qo'ydirib kelib, boshqa ya'ni ko'p operatsiyalar o'tib kelganlar. Mushaq kasal inson edi. Lekin oyoqda yurardi, bemalol ko'chada ko'rsangiz kasal deb o'ylamasdingiz. Biz ko'pchilik holatlarda bir inson vafot etib qoladigan bo'lsa, bilasizmi, bunday baholaymiz. Kecha soppa-sog'ib tuppa-tuzuk yurgandi deb. Siz qayerdan bilasiz uni soppa-sog'ligini? Siz ichiga kirib chiqqaningiz yo'q-ku. Yoki sizni ko'zingiz rentgen. Biz ko'pchilik holatlarda soddalik qilamiz-da va keyin mana shu xavotirdan aziyat chekayotgan insonlarda bunday tushuncha uyg'onadi-da. Demak, soppa-sog' yurib ham ertasi kun vafot etib qolish mumkin. Mumkin aslini olganda, lekin ehtimoli juda ham kam. Shu uchun mana xulosa qilamiz-ku, kecha Ergash buva soppa-sog' yurgandi, bugun o'lib qoldi degan vaqtda bu tibbiyot ko'zi bilan deylik, bu gaplarni agar biz bunday isloh qiladigan bo'lsak, ozroq kulgili gaplar sifatida baholanadi tibbiyot nuqtai nazaridan. Shu uchun mana shunday ko'chadagi xulosalar bo'ladi-ku, qo'shnilar bir chetda o'tirib g'iybat qilib, kecha Ergashvoy sog'lom edi, bugun mana o'lib qolibdi degan vaqtda biz bunga tor emas, sal kengroq qarashimiz kerak tibbiyot ko'zi bilan. Mana shu insonni farzandlari endi kasal deb xursand qilishga harakat qilishardi-da. Misol syurprizlar bayramlarga, misol er-xotinga o'sha deylik umra safari sovg'a qilishib yoki otasiga qanaqadir mashina sovg'a qilib, uyiga mana bu tug'ilgan kunlariga men sizni sevaman otajon degan bal maskaratlar bor-ku, mana shularni chaqirib va men eslayman, har doim bu insonga ta'kidlanardi-da, ortiqcha emotsiyaga berilmang, iltimos, ya'ni vrachlar tomonidan. Iltimos, mana shunaqa bir hayotingizdagi yaxshi kun bo'lsa ham haddan tashqari me'yordan ortiq sevinib yubormang. Sizga mumkin emas. Oddiyroq qarang. Ya'ni emotsiya amplitudasi o'ta hali baland bo'lish kerak emas deb ta'kidlanardi. Xuddi shunday, me'yordan ortiq xafa bo'lish, me'yordan ortiq xavotir olish, me'yordan ortiq qo'rqish o'zi shundoq ham kasal va zaif insonga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Endi tasavvur qilinglar, panicheskaya atakadan aziyat chekayotgan inson, misol deylik, unda asab va ruhiy buzilish bor, unda nevroz bor. Lekin nevrozdan tashqari uni qanaqadir bir tana kasalligi ham bo'lishi mumkinmi? Uni yoshi o'tib qolgan bo'lishi ham mumkinmi? Bu degani 70 yoshdan o'tganlarda vahima hujumi aniq ularni o'ldiradi degani emas. Iltimos sizlardan tor doirada qaramanglar bu narsaga. Ya'ni agar sizni misol qon tomirlaringiz o'ta tonki bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni zaiflashib qolgan bo'lsa, istalgan bosim уже nagruzka. Va mikroinsult olishingiz mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, hamma narsa bo'lishi mumkin bu holatda. Yuqori qon bosimiga qon tomirlaringiz chidamli bo'la olmasligi mumkin. Istalgan panicheskaya ataka bu yuqori qon bosimi, xuddi sport bo'lgani kabi. Istalgan sport bu yuqori qon bosimi. Xuddi shunday panika ham bu yuqori qon bosimi. Emotsiya bu yuqori qon bosimi. Va mana shu yuqori qon bosimiga chidamlilik, elastichность qon tomirlaringiz, bular ko'p narsani baholaydi. Endi tasavvur qiling, inson yoshi o'tib qolgan, qanaqadir diagnostirovanный kasali bor, organlar zaiflashib qolgan va unga nafaqat panika, oddiy bir xursand bo'lish ham salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Biz ko'p marta ko'rganmiz-ku, xursand bo'lgandan o'lib qolgan insonlarni. Xursandchilikdan vafot etdi.
va xursandchilikdan sog'lom inson vafot etmaydi. Kasal inson vafot etadi. Mana shu narsani biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Shu uchun teoretik bo'lishi mumkin, panikadan inson vafot etishi mumkin. Qanday insonlarda bo'lishi mumkinligini aytib o'tdim. Endi mana qaranglar. Agar siz tibbiy tekshiruvdan o'tdingiz, hali to'xtang, tibbiy tekshiruvga ham shoshmay turaylik. Agar siz yosh inson bo'ladigan bo'lsangiz, misol deylik, hozir yosh deb qanday insonlarga baho berish mumkin? Chunki 35 yoshli qari insonlarni ham bilaman men. 45 yoshli yosh insonlarni ham bilaman. Hozir aytib bo'lmaydi-da, hozir juda individual yosh masalasi. Va shundan kelib chiqib, agar siz 25 dan emas, misol 45 yoshgacha inson bo'ladigan bo'lsangiz, plus minus, bu birinchi faktor. Tibbiy tekshiruvdan o'tgan bo'lsangiz, sizda qanaqadir aniq diagnoz, surunkali muammo, bir zaiflik aniqlanmagan bo'lsa, sizga panicheskaya ataka hech narsa qila olmaydi. Bir kunda 30 ta, 40 ta, 50 ta, 100 ta, 150 ta panicheskaya ataka bo'lishi mumkin sizda. Lekin bu sizni sog'ligingizga to'g'ridan-to'g'ri hech qanday zarar keltira olmaydi. Sizni sog'ligingizga to'g'ridan-to'g'ri hech qanday bir deylik zarba bera olmaydi. To'g'ri, buncha ko'p panicheskaya atakadan keyin siz charchab qolishingiz mumkin, sullayib. Chunki har bir panicheskaya atakaga, adrenalinoviy reaksiyaga siz katta kuch sarflaysiz. Mushaklarda zo'riqish bo'ladi, hali kuchli, hali qo'rquv holati bo'ladi, qochib qolishga harakat bo'ladi. Bu sizni kuchingizni oladi va kechga borib siz sullayib qolishingiz mumkin, lekin sizni salomatligingizga to'g'ridan-to'g'ri zarba bera olmaydi. Men tushuntira oldim degan umiddaman. 45 yoshdan keyin ozroq qanaqadir возрастной изменениyalar, bitta yarimta deylik sizda aniqlangan kasalliklar, misol deylik genetik qandli diabetda ikkinchi turi bo'lishi mumkin, gipertoniya bo'lishi mumkin. Bunda ham, ya'ni vahima qilish kerak emas. Uzoq yillik kasallik sizni 20-30 yillik kasallik sizni organlaringizni charchatib qo'ygan bo'lsa, u organ charchab qo'ygan bo'lsa, ana o'shanda u ozroq xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunga biz ham teoretik nuqtai nazardan ham deb javob berishimiz mumkin. Lekin bu tomonlama olib qaraydigan bo'lsak, yo'q. Panicheskaya ataka, ya'ni sog'lom insonni, sog'lom, hamma ko'rsatkich mana bunday sog'lom emas, umumiy sog'ligi hali bunday o'ta zaif bo'lmagan insonni o'ldirishga qodir emas. O'zimni Telegram kanalimda bu haqida adashmasam ko'p yillar bo'ldi. Aynan mana shu savolga bir ajoyib javob berganman. Agar meni televideniyaga taklif qilishsa, takliflar bor. Lekin ularning taklifida bir shart bo'lganligi uchun men bormayapman. Chunki ularning shartini bajarmayman. Bunda hech qanaqa mantiq ko'rmayapman. Va katta ehtimol bilan siz meni televideniyada ko'rmasangiz ham kerak. Yaxshi ham ijtimoiy tarmoq bor va televideniyaga bir muhtojlik hozirgi kunda mutaxassis o'laroq menda yo'q. Agar misol deylik, meni bir televideniyaga taklif qilishsa, buni hamma ko'radi bu ko'rsatuvni. Iltimos, insonlarga maslahat bering. Mana shunday vahima hujumi vaqtida ular nima qilish kerak? Birinchi bo'lib qiladigan ishi nima qilish kerak? Ya'ni o'ziga yordam berish uchun, shu holatni bir qandaydir deylik bartaraf etish uchun nima qilish kerak deb savol berishganda, mana birinchi beradigan javobim hech narsa qilish kerak emas degan bo'lardim. Hech narsa qilish kerak emas. Insonlarning bir katta xatoligi borda, mana shu vahima vaqtida inson men nimadir qilishim kerak deb o'ylaydi. Ya'ni shundan qutulishim uchun, nima uchun qutulishni xohlaydi inson? Bu jarayonni xavfli deb baholaydi. Qutulmasam bu meni o'ldiradi, yiqitadi, sharmanda qilib nimadir bo'ladi deydi. Va shu uchun men tezroq qutulishim kerak deydi. Bir va ikki, mana shu bo'ladigan vahima hujumi holatida bo'ladigan bizdagi diskomfortni, ya'ni yoqimsiz состояние holatdan tezroq chiqishga, tezroq qutulishga harakat qilishadi. Va mana bu ularning katta xatoligi hisoblanadi. Qanchalik biz bu holatni tezroq mana shu to'xtatishga harakat qiladigan bo'lsak, tezroq mana shu holatni bartaraf etishga harakat qiladigan bo'lsak va bu uchun men qochishim kerak, o'zimni nazorat qilishim kerak, yoki ma'lum bir joylardan chiqib ketishim kerak.
ma'lum bir joylarga kirmasligim kerak, ma'lum bir joylarga bormasligim kerak deydigan bo'lsa, qancha buni oldini olishga harakat qilib, qancha bu holatni tezroq yakunlashga harakat qiladigan bo'lsa, shuncha u proigrishniy pozitsiyada bo'ladi, ya'ni yutqizuq pozitsiyasida bo'ladi. Aslini olganda hech narsa qilish kerak emas. Men hozir tushuntirib beraman. Ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Nima deganingiz bu? Qanday biz hech nima qilmaymiz? Chunki siz nimadir qilishga odatlanib qolgansiz va mana shu sizning xatoyingiz. E'tibor qarating, vahima hujumi vaqtida siz nimadir qilishga odatlanib qolgansiz. Endi qarang. Mana sizda vahima hujumi boshlangandek bo'layapti, siz o'zingiz yaratyapsiz. Tushundingiz, sizda psixogenniy panichеское расстройство bor. Bu buzilish. Buni ortida esa asab va ruhiy buzilish bor. Biz bu haqida gaplashamiz. Va hali vahima hujumi bo'lmasdan turib, o'zingizga bir savol bering. Uyda o'tiribsiz, hammasi tinch, sizda vahima hujumi yo'q. O'zingizga bir savol bering. Manda mana shu vahima hujumi bo'lmasligi uchun men nimalar qilaman? Manda vahima hujumi bo'lmasligi uchun men nimalar qilaman? O'z vaqtida Erkin Salixovda ham vahima hujumlari bo'lardi, u sartaroshxonada ham bo'lardi, u juma namozida ham bo'lardi. U ko'chada ham bo'lardi, uyda ham bo'lardi va hokazo va hokazo. Ya'ni istalgan vaziyat va holatlarda bo'lardi. Va men vahima hujumi bo'lmasligi uchun shunday holat bo'lgan, sartaroshxonaga bora olmay qolgan vaqtlarim ham bo'lgan. To'g'risini aytaman, 2 marta uyimga sartarosh chaqirganman. 2 marta. Bir martasi ishxonamga chaqirganman. O'sha vaqtda men biznes bilan shug'ullanardim. O'zim ofisim bo'lardi va birida uyga chaqirganman. Va shunday holatda chaqirganmanki, oila a'zolarim mehmonga ketgan vaqtda, chunki men qanday ayolim, farzandim oldida, onam oldida sartarosh uyga chaqiraman? Qanday qilib? Ular menga savol bermaydimi? Nimaga bu sartaroshxonada emas, uyga kelib sochingni olyapti deb. Men bu hali meni erkaklik g'ururimga to'g'ri kelmaganda va ularni jo'natib, sartarosh uyga chaqirib, albatta 3 barobar ko'proq pul to'lab, men soch oldirganman, bir marta uyda, bir marta ishxonamda. Siz o'zingizga mana savol bering. Mana shu vahima hujumi menda bo'lmasligi uchun men oldindan nima qilaman? Bu bo'lishi mumkin. Men o'zim yolg'iz chiqmayman ko'chaga, uzoq joyga bormayman, chunki o'sha yerda vahima hujumi bo'lishi mumkin. Yolg'iz chiqsam, vahima hujumi bo'lsa, men nima qilaman? Ya'ni oldimda odam bo'lsa, hattoki menga yordam beradi, tez yordam chaqiradi va qarab turadi, meni yonimda bo'ladi. Sal menga bu dalda bo'lib turadi. Masjidga bormayman yoki mehmonga bormayman, misol dam olishga bormayman, o'zim yolg'iz qolmayman va hokazo va hokazo va hokazo. Nimalardir yemayman, nimalardir ichmayman, shundaylar, Hop, birinchi savol o'zlaringga beringlar. Menda mana shu vahima hujumi qaytalanmasligi va bo'lmasligi uchun nimalar qilaman? Ikkinchisi, mana shu savolga javob beringlar, to'g'risini. Men masjidga bormayman, men juma namoziga bormayman, men yolg'iz qolmayman, men bir o'zim chiqmayman, men uzoqqa bormayman, yozib chiqinglar hammasini. Bu birinchisi. Ana endi daftarning ikkinchi tomoniga yana bitta savol beringlar o'zlaringga. Menda endi misol men bormaganim bilan, qayergadir borishga majbur bo'lib qoldim, chiqishga majbur bo'ldim yoki misol uyda bo'lgan holatimda menda vahima hujumi boshlandi. Shu vahima hujumi boshlangan vaqtda vahima hujumidan qutulish uchun men nima qilyapman degan savol bering. Pitirchilayapman, nazorat qilyapman, sog'ligimni nazorat qilyapman, pulsimni ushlayapman, davleniyamni o'lchayapman, tez yordam chaqiryapman, dori ichyapman, yordamlar yaqinlarimni chaqiryapman, yordam beringlar deb suv ichyapman va hokazo va hokazo. Ya'ni o'zimni tinchitishga harakat qilyapman, o'zimni chimchillayapman, boshqa ya'ni vahima hujumi holatidan qutulish uchun nimalar qilyapman? O'zimga yordam berish, qochib qolish maqsadida nimalar qilyapman? Yozib chiqing ro'yxatda. Endi qarang, birinchi tomonga qaraysiz. Vahima hujumi bo'lmasligi uchun qiladigan ishlaringizni siz qilmasligingiz kerak. Uni o'rniga unga qarama-qarshi harakat qilishingiz kerak. Men juma namoziga bormaganmanmi? Men boraman. To'g'ri. Men sizga birinchi kundan borib, birinchi qatorda imomning ortida o'tirib namoz o'qishni tavsiya qilmayman. Birinchi kun
ya'ni juma namoziga chiqishni boshladingizmi, sal oxirgiroq qatordan boshlang. Keyin o'rtaga o'ting. Keyin imom ortida o'qishingiz mumkin bo'ladi bemalol. Birinchi qatorda. Men ko'chaga yolg'iz chiqmasdim, yolg'iz chiqishim kerak. Tushundinglar-a? Ya'ni o'sha yozganlaringga qarama-qarshi harakat qilishlaring kerak. O'sha yozganlaringni qilmasliklaring kerak. Qilsanglar, yana shu vahima hujumida botib qolaverasizlar. Bu birinchisi. Endi ikkinchi tomonga o'tamiz. Mana bizga aytayapti, mana shu joylarda bizda vahima bo'ladi. Erkin Salihov aytayapti, bor deyapti shu joylarga. O'sha qilmaydigan ishlarga qarama-qarshi harakat qil, bormaydigan joyingga bor, chiqmaydigan joyingga chiq deyapti, ha? Mayli, siz aytganingizni qilamiz. O'shanda shuni qilsak bizda vahima bo'ladi-ku. Bo'ladi. Bo'ladi. Va siz tushunishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa bu psixogenniy vahima. Va eng asosiysi vahima bo'lishi uchun men sizni o'sha yoqqa yetaklayapman. Vahima bo'lishi uchun. Siz vahima hujumi muammosini bartaraf etishingiz uchun sizda vahima bo'lishi kerak. Vahima bo'lmasdan sizda bu muammoni bartaraf etib bo'lmaydi. Vahima bo'lishi kerak va vahima bo'lishi uchun men sizni o'sha yoqqa borishga, shu ishni qilishga yetaklayapman. 1. 2. Tasavvur qiling, sizda vahima boshlandi. Sartaroshxonada o'tiribsiz, ketdi, noqulay, qizish, tomoqqa bir narsa tiqilgandek, bosh qizib ketdi, boshlandi. Darhol o'sha ro'yxatni oling. U ro'yxat telefonda bo'lishi mumkin. Endi o'zingiz bilan jurnal ko'tarib yurmang, конечно. Darhol o'sha ro'yxatni olingda, vahima hujumi boshlangan vaqtda men nima qilardim oldin? O'sha oldin qilganlaringizni qilish qat'iyan man etiladi. Uni o'rniga nima qilish kerak? Uni o'rniga birinchi navbatda erkinlik. Qarama-qarshi harakatlar. Oldin vahima holatida siz mana bunday o'tirarmidingiz? Hozir. Suv. Yo'q. Erkinlik. Erkinlik, tabassum, hazil-huzul, gaplashish, insonlar bilan gaplashish. Siz yaxshimisiz, Ergash aka? Hormang. Hey! Toshpo'lat, sen qanday? Gaplashish. Odamlar bilan gaplashinglar. Gaplashinglar. Ichingizda o'shanday holat bo'laversin. Qo'rquv hozir o'lasan, hozir siz shu holatda o'zingizni o'zgacha tutishni boshlashingiz kerak. Ya'ni miyangizga isbotlashingiz kerak. Aslini olganda sizni o'ldiradigan, yiqitadigan narsa yo'q. Siz qancha uni nazorat qilib, undan qo'rqib, shundan qochib qolib o'zingizga yordam berishga harakat qilsangiz, shunchalik siz miyangizni xavf-xatar borligiga ishontirasiz. Sizni qilgan harakatlaringiz miyangizni ishontiradi. Agar sizni harakatlaringiz oldingi harakatlaringizga qarama-qarshi bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri, siz chin dildan kulmaysiz. Ichingizda chunki qo'rquv bo'lib turibdi, bezovtalik. Lekin siz rol o'ynab berishingiz kerak. Kulib, o'zingizni erkin tashlab, odamlar bilan gaplashib, hazil-huzul qilib, o'zingiz ustingizdan kulib, uni endi misol yoningizda odamlar bo'ladigan bo'lsa, uni ovoz chiqarib aytish shart emas. Oynaga qarab, "Sana bilan, sen qo'rqoqni biladi, o'zing shunchalik o'rgatib qo'ygansan qo'rqishga. Qani? Sana, qani davay. Hazil-huzul o'zingiz bilan, ozroq hazil-huzul. O'zingizni holatingiz borasida ozroq hazil-huzul qilishingiz kerak. Yo'q, o'sha sartaroshxonada o'lib qolaman. Zo'r bo'lar ekan, mahallada ko'p gap bo'laman. Ergashoy mahallada o'lib qoldi. Ana o'lganimdan keyin ham ko'p orqamdan gapirishadi va eslashadi. Kimni hozirgi kunda o'lgandan keyin ko'p gapirishyapti, ko'p eslashyapti. Shu uchun siz vafot etgandan keyin sizni eslashlari va gapirishlari uchun ham siz bir qanaqadir shaxs bo'lishingiz kerak va sartaroshxonada vafot etganingiz agar sizni ortingizdan gapirib qolishsa, bu yaxshilikka aslini olganda. Mana tushundinglar-a? Mana shunday ozroq o'zingiz bilan hazilomuz tarzda dialog olib borishingiz kerak bo'ladi. Va siz ko'rasiz, mana shunday sizni tutishingiz bu birinchi, ikkinchi marta miyaga dissonans beradi. Miya sizdan odatiy sizni harakatlaringizni talab qiladi. Qoch, chiq, shoshil, nazorat, qo'rquv, hali qisilib, tez patulingan tovuqqa o'xshaydigan sizni reaksiyangizni kutadi va talab qiladi. Lekin siz boshqacha reaksiya beradigan bo'lsangiz, miyada dissonans bo'ladi. Va 2, 3, 4, 5 marta mana shunday vahima holatida men aytgandek, siz miyaga mana bunday dissonans beradigan yangi reaksiyalar
beradigan bo'lsangiz, yangi reaksiyalar amalga oshiradigan bo'lsangiz, sizni miyangiz tushunishni boshlaydi. Aslini olganda, to'xta, o'ladigan narsa yo'q ekan. Bu yoqda o'z hayotimni saqlab qolish, kurashish uchun qanaqadir harakatlar shart emas ekan. Ya'ni bu aslini olganda xavf-xatar yo'q ekan. Bu birinchisi va ikkinchisi eng asosiysi. Mana shunday vahima holatida siz bemalol joyingizda o'tira olishingiz mumkinligi, siz bemalol hali shoshqaloqlik qilib, ya'ni qochib, dori ichib o'zingizga yordam bermasligingiz mumkinligini o'zingizga isbotlaysiz. Va bu eng muhimi vahima hujumini bartaraf etishda isbotlash. O'z-o'zidan oxirgi savolimiz bundan oldingi savolga qo'shilib ketadi. Qaranglar. Keyingi vahima hujumi bo'lishidan qo'rquvni qanday yo'qotsak bo'ladi? Juda ham zo'r savol. Va nima uchun biz keyingi vahima hujumidan bo'lishi mumkinligidan qo'rqamiz? Birinchisi, u vahima hujumi bizni o'ldirishi, bizni qanaqadir xurujga yetaklashi yoki bizni sharmanda qilishi, aqldan ozdirishi mumkinligiga ishonishda davom etamiz. Tushundinglar-a? Ishonishda davom etamiz. 1 va 2, shu vahima hujumi vaqtida o'zimizni boshqara olmaymiz-ku, biz o'zimizni tuta olmay qolamiz, bilasizlarmi? Mana shu o'zimizni boshqara olmaslik va tuta olmasligimiz uchun bizda o'zimizni boshqarish va o'zimizni tutish naviki, ya'ni xislati, tajribasi yo'q ekanligi uchun yana shu holat bo'lsa, men o'zimni tuta olmay qolaman-ku, ha? Ya'ni men o'zimni boshqara olmay qolaman-ku deb qo'rqamiz. Tushundinglar-a? Biz vahima hujumini o'zidan ham ko'p holatda qo'rqmaymiz. Shu vahima hujumi holatida o'zimizni tuta olmay qolishimiz, o'zimizga yordam bera olmay qolishimizdan qo'rqamiz. Mana shu narsa bizni qo'rqitadi. Bundan oldingi bergan tavsiyamga amal qilish natijasida siz o'zingizga isbotlasangiz, aslini olganda sizdagi bo'layotgan vahima hujumi bu siz o'ylaydigandek xavfli emasligi 1 va 2, bu holatda siz bemalol o'zingizni qo'lga olishingiz, o'zingizni tuta olishingiz xislatini shakllantirsangiz, bo'ldi, sizda vahima hujumi qaytalanishi borasida hech qanaqa qo'rquv bo'lmaydi. Bugungi kunda mana men mutaxassis o'laroq sizga bir gapni ishonch bilan ayta olaman. Menda hayotimda yana vahima hujumi bo'lishi mumkinligidan zarracha ham qo'rqmayman. Ya'ni bu meni kulgimni qisqatadi. Bu katta ehtimol bilan bo'lmasligini ham men bilaman, tushunaman-da, lekin endi insonmiz, har qanday vaziyat bo'lishi mumkin. Не говори гоп, пока не перескочишь degan narsa bor. Agar menda vahima hujumi bo'ladigan bo'lsa, bu fikr meni qo'rqita olmaydi. Bilasizlarmi nimaga? Birinchisi, vahima hujumi opasni emasligini men juda ham yaxshi bilaman. Bu hech qanaqa menga xavf-xatar yetkazmasligini men juda ham yaxshi bilaman. O'zimga necha yuz martalab isbotlaganman bu narsani. 1 va 2, vahima hujumi agar bo'lgan taqdirda ham men bu holatda darhol nima qilish kerakligini, o'zimni qanday tutishim kerakligini va nima qilmasligimni eng asosiysi juda ham yaxshi bilaman. Agar menda hozir vahima hujumi agar bo'lib qolgandek bo'lib, agar bo'lib qolsa va men o'sha oldingi xatolarimni qilib qo'yib takrorlasam, uni xavfli deb baholab qochib ketsam yoki qandaydir o'zimni nazorat qilsam, ishoninglar, menda o'sha oldingi vahima hujumlari yana muntazam tarzda qaytalanishi mumkin. Shu uchun menda agar hozir vahima bo'lib qoladigan bo'lsa, men o'sha bilaman asosiysi qanday xatoliklarni qilmaslik kerak va asosiysi qanday o'zimni tutib bu holatni, ya'ni o'tkazib yuborishim va bu holatni, ya'ni o'zimga to'g'ri tushuntirib, bu holatda o'sha o'zimni, ya'ni qo'lga olish, o'zimni boshqarishni yo'qotib qo'ymaslikni juda ham yaxshi bilaman. Va shu uchun bu meni qo'rqita olmaydi. Agar siz ham mana bundan oldingi mana 4-savolga bergan tavsiyalarimga amal qiladigan bo'lsangiz, o'z-o'zidan sizni 5-savolingizni javobi kelib chiqadi. Aziz do'stlar, o'ylayman bugungi videomiz juda ham foydali hamda manfaatli bo'ldi. Ishoninglar, mana shunday video ma'ruzalarni, endi bunday emas, mana shunday video ma'ruzalarni bir 30-40%ni sizga gapirib va tushuntirib berish uchun sizdan qanaqadir pul so'raydigan, sizdan qanaqadir to'lov
talab qiladigan bugungi kunda qo'sh tirnoq ichida mutaxassislar ko'payib ketgan. Iltimos sizlardan aziz do'stlar, mana shu videomizga like bosinglar. Mani sizlarni layklaringga muhtojligim yo'q. Bu menga hech narsa bermaydi. Lekin shu videomiz mana bepul foydalaninglar aziz do'stlar. Foydalaninglar. Vahima hujumini bartaraf etishda, aynan vahima hujumini tushunish va bartaraf etishda bundan ortig'i yo'q bugungi kunda ilm va fanda. Agar ijtimoiy tarmoqdan bundan ortig'ini topsangiz, men mutaxassis emasman. Men gaplarimga kafolat beraman. Shu uchun foydalaninglar va shu videoga muhtoj bo'lgan insonlar juda ko'p bugungi kunda. Doktor buva, vahima kasalini davolang deb yurganlar juda ko'p. Shu like bossanglar, shularga shu video boradi, chiqadi telefonidan. Ko'rsin va bunga amal qilib o'zini muammosini hal qilsin. Iltimos sizlardan. Xulosa. Vahima hujumi, situatsionni deymiz, biz holat sifatidagi vahima hujumi xuruj emas u, holat u. Va vahima buzilishi muntazam sizda kuzatiladigan vahima buzilishi bu alohida kasallik emas. Tushundinglar ham? Buni ortida asab va ruhiy buzilishning qandaydir ko'rinishi bor. Asab va ruhiy buzilishning ortida esa sizning shaxsiyatingiz bor, shaxsingiz bor. Sizni fe'l-atvoringiz, kechirayotgan hayotingiz, ichki o'zingizni kechinmalaringiz, ziddiyatlaringiz, siz hal qila olmayotgan qanaqadir muammolaringiz va hokazo va hokazo. Shu uchun vahima buzilishini bartaraf etilishi asab va ruhiy buzilishini bartaraf etilishi degani emas. Asab va ruhiy buzilishi qanday namoyon bo'ladi? U vahima hujumi orqali, yopishqoq fikrlari orqali namoyon bo'lishi mumkin va hokazo va hokazo. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimdek, tanada bo'ladigan vegetativ simptomlar orqali namoyon bo'lishi mumkin. Lekin siz vahima hujumini bartaraf etishingiz mumkin. Siz fobiyalarni bartaraf etishingiz mumkin. Siz yopishqoq fikrlardan qo'rqmaslikni o'rganishingiz natijasida shu yopishqoq fikrlar sizni hadeb bezovta qilmasligi ham mumkin. Lekin asab va ruhiy buzilish sizda hali surunkali formada yuqori xavotir harorati va yuqori hali asabiy zo'riqish orqali baribir davom etaveradi. Va buni natijasida yuqori xavotir harorati, yuqori zo'riqish natijasida siz bir kecha yaxshi uxlay olmasangiz yoki bir qandaydir holatda vaziyatda asabiylashib qolsangiz, bir qanaqadir vaziyatda sal bir narsadan qo'rqib qoladigan bo'lsangiz, sizda yana o'sha vahima hujumi, fobiya va yopishqoq fikrlar yana qayta takrorlanishi mumkin. Shu uchun ko'pchilik insonlar menda qayta takrorlandi deydi. Siz vahima hujumidan bugungi kunda aziyat chekyapsizmi? Bugungi videomizga asoslangan holatda bir oy men aytgan tavsiyalarga amal qildingiz, vahima hujumini bartaraf etdingizmi? E'tiborni asab va ruhiy buzilishga qaratish kerak. Nima bo'layapti? Mana asab va ruhiyatimga nima uchun unda buzilish bor? Nima uchun unda bezovtalik bor? Asab va ruhiy buzilishni bartaraf etishda siz o'zingizni, hayotingizni, shaxsiyatingizni isloh qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki asab va ruhiy buzilishga sabab bo'ladigan asosiy faktor bu sizning shaxsiyatingiz, bu sizning dunyo qarashingiz, fe'l-atvoringiz, hayotingiz va hayotdagi bo'layotgan vaziyatlarga bo'lgan munosabatingiz. E'tibor uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr azizlar.